Ronaldo va Messining 10 yillik erasiga barham berib oltin to'pni yutgan futbolchini bilasizmi? Bugun fuqarolar urushi davrida tug'ilib, bobosi o'ldirilgan, tog'larda ichki boqib kun o'tkazgan va bir necha bor futbol akademiyalaridan nimjonligi sababli rad javobini olgan Luka Modrich haqida gaplashamiz. Aql va tezlikni va travilalarni yuqori cho'qqiga olib chiqqan Modrich 18 yoshida Xorvatiyada yil futbolchisi so'rinini kiritib bo'lgandi. U 2008-yilda Tottenhamga transfer qilindi. Jamoada yulduz darajasiga chiqa boshladi. 4 yil davomida APLning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri bo'lib yetishdi. Jose Mourinho 2012-yilda Real Madridga uni transfer qildi va matbuotda ushbu transfer yilning eng yomon transferi deb atalib, ko'pchilik Modrichni ustidan kula boshladi. U qanday natijalarga erishganini esa yaxshi bilamiz. 6 marta Chempionlar Ligasi sohibi, 4 karra La Liga chempionligi va bir qancha o'zi bilmaydigan sovrinlargacha g'olib bo'ldi. Real Madrid mag'lubiyatga uchratganda Modrich zaxiradan maydonga tushar ekan, "Mana maestro, maydonga tushdi, birgina pas berib golga sababchi bo'ladi" deb o'tirgan Madrid muxlislari har doim bo'lgan. U maydonni juda yaxshi ko'rar, futbol sehrgarlaridek aniq paslari va pressingni yaxshi uddalardi.